Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun sizlar bilan birga kodlash asoslari va dasturlashni boshlash mavzusi bo'yicha suhbatlashamiz. Scratch, Python va Blockbase dasturlash tillari orqali boshlovchilar uchun oddiy loyihalarni yaratishni o'rganamiz. Dasturlash o'zi nima? Dasturlash bu ko'rsatmalar berish, muammolarni yechish 21-asr ko'nikmasi hisoblanadi. Ko'rsatmalar berish kompyuterga aniq va ketma-ket buyruqlarni berish jarayoni hisoblanadi. Muammolarni yechish mantiqiy fikrlash orqali muammolarga yechim topish usullaridan biri hisoblanadi. 21-asr ko'nikmasi zamonaviy dunyoda kerakli va qimmatli bilimlar hisoblanadi. Dasturlash tillarining turlari. Albatta bilamiz, dasturlash tillari bir necha turlarga bo'linadi. Bular har xil tillar, blok asoslari, matn asoslari, har xil tillar, turli vazifalar uchun turli imkoniyatlar. Blok asoslari, Scratch kabi vizual dasturlash tillari, matn asoslari, Python kabi yoki boshqa dasturlash tillari orqali an'anaviy kod yozish tillari. Blok asosli va matn asosli dasturlash. Blok asosli. Bloklarni sudrab qo'yish orqali kod yaratiladi, xatolarga yo'l qo'yish qiyin. Vizual ko'rinish tufayli tushunish osonroq, boshlang'ich o'rganuvchilar uchun qulay. Matnli asos maxsus sintaks qoidalariga rioya qilish zarur, xatolar yuzaga kelishi mumkin. Ko'proq imkoniyatlarga ega professional dasturchilar ko'proq foydalanadi. Scratch haqida. MIT tomonidan yaratilgan 2007-yil boshlovchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan vizual muhit bloklarni bir-biriga ulash orqali dasturlash bolalar uchun qulay. Bu 8 yoshdan boshlab o'rganish mumkin. Ko'p bloklar 240 ta kod blok 9 ta turli kategoriyalardan iborat hisoblanadi. Scratchning afzalliklari: vizual dasturlash, sodda interfeys, xatosiz dasturlash, ijodkorlik va rivojlanish. Kodlaringizning natijasi darhol ko'rinish imkoniyati, tezkor fikrlay olish jarayoni. Sodda interfeys tushunarli va foydalanish uchun qulay, texnik bilim talab etmaydi. Xatosiz dasturlash, sintaksiz xatolar yo'q, bloklar noto'g'ri qo'shib bo'lmaydi. Ijodkorlik, rivojlanish, g'oyalarni tezda hayotga tatbiq etish, ijodiy fikrlashni kuchaytiradi. Scratch bloklarning tuzilishi. Biz mana shu ko'rinish orqali Scratchning umumiy tuzilishini tushunib olishimiz mumkin. Scratchdan oddiy loyiha, animatsiya, personajga tanlash, hodisa bloklarini qo'shish, harakatlarli dasturlash, loyihalarni saqlash imkoniyatlari ushbu dasturda batafsil berib borilgan. Scratchda o'yin yaratish. Har birda o'sha aytganimizdek 8 yoshli bolalar dasturlashga birinchi kirib kelganida ularning birinchi g'oyasi albatta o'yin yaratish hisoblanadi. Ular Scratch dasturlar orqali o'zlarining kichik o'yinlarini yaratishlari mumkin. Bularga g'oya va maqsad, personajlar va fonlar, boshqaruvi dasturlash, o'yin qoidalarini Scratch dasturi orqali tatbiq etish mumkin. Python haqida. Python dasturlash tili bugungi kunda dunyodagi eng birinchi o'rinda turadigan dasturlash tili hisoblanadi. Python dasturlash tilini yangi foydalanuvchilar uchun doimo tavsiya etiladi, chunki bu dasturlash tili sintaksiz oson, kod yozish uchun qulay muhit hisoblanadi. Python dasturlash tili umumiy maqsadli til hisoblanadi. Matn asosli kodlash, personal muhit ko'p qirrali dasturlash tillaridan biri hisoblanadi. Pythonning afzalliklari: tushunarli sintaksis, ya'ni dasturlashga yangi kirib kelgan insonlar ham Python yordamida boshlang'ich bilimlar asosida osongina kod yozish imkoniyati mavjud. Kuchli va moslashuvchan, katta kutubxonalar, keng qo'llanilishlar Python dasturlash tilida mavjud. Scratchdan Pythonga o'tish. Tushunchalarning umumiyligi, bosqichma-bosqich, logikani ko'rsatish, sintaksisni o'rganish, bular Scratchdan Pythonga o'tish hisoblanadi. Tushunchalarning umumiyligi, asosiy dasturlash tushunchalari ikkala tilda o'xshash. Logikani ko'chirish, Scratchdan o'rganilgan matnlarni Pythonda qo'llaniladi.
bosqichma-bosqich birdan murakkab kodlarga o'tmaslik kerak. Sintaksni o'rganish, Pythonning o'ziga xos qoidalarini bilish zarur. Pythonda oddiy loyiha kalkulyatorni keling sizlar bilan birga yaratib ko'ramiz. Buning uchun bizga foydalanuvchini kiritish, arifmetik amallar, natijani ko'rsatish hamda xatoliklarni tekshirishdan iborat bo'ladi. Birinchi o'rinda foydalanuvchilarni kiritish, ya'ni input funksiyasi orqali sonlarni qabul qilamiz. Arifmetik amallarni bajarish, bu matematik operatorlar yordamida hisoblash. Natijani ko'rsatish, print funksiyasi bilan natijani ekranga chiqarib ko'ramiz. Xatoliklarni tekshirish, tree extract blok bilan xatolarni nazorat qilishimiz va xatoliklarni ko'rib tahlil qilish imkoniyati mavjud. Block-based dasturlashdan boshqa variantlar. Scratchdan tashqari ham ko'plab block-based dasturlash platformalari mavjud. Codeorg, Blockly, MakeCode va Tinker shular jumlasidan hisoblanadi. Undan tashqari siz internet orqali block-based dasturlardan vizual ravishda foydalanish imkoniyati ham mavjud. Biz quyidagi onlayn manbalar orqali dasturlashni o'rganishimiz mumkin. Buning uchun biz Scratchning asosiy platformasi orqali bepul loyihalar yaratish imkoniyati va o'quv qo'llanmalarini olib o'rganishimiz mumkin. Undan tashqari Python dasturlash tilini ham o'zining rasmiy sahifalari manbalari orqali Python dasturlash tilini o'rganish imkoniyati mavjud. Undan tashqari biz uchun kengroq qulayliklar yaratgan Khan akademiyasining bepul video darslari orqali ham biz dasturlashni o'rganish imkoniyati mavjud. Undan tashqari Kod akademiyasi interaktiv mashqlar orqali ham dasturlashni o'rganishimiz mumkin. Va biz darsimizni mana shu yerda yakunlaymiz.